Birat bilan olaylik qan. Assalomu alaykum. Qarang, biz interaktiv o'yin o'tkazamiz. Qanday qutini tanlaysizmi yo 50 ming pul tanlaysizmi? Sirli quti. Sirli quti? Qani sirli qutimiz ichida hech narsa bo'lmasligi mumkin. Pul ko'patlari ham bo'lishi mumkin. Qaysini tanlaysiz? Bir omad sinab ko'ramiz, sirli. Sirli quti aniq. Aniq. Sirli qutini tanlamaslik uchun sizga endi 100 ming beraman, 50 ming emas, 100 ming beraman. Qaysini Yo'q, tanlaysiz? baribir sirli qutiga. Sirli qutidan Omadni sinab ko'rmoqchiman. aka sirli qutini tanladilar. Demak aka, qarang 1 2 3. Oho. 100 ming so'm pul mukofoti oldi. Katta raqam aka. Qarang, agar Lakasi Navoiy kanaliga obuna bo'lgan bo'lsangiz, sizga yana 50 ming so'm pul mukofoti bo'ladi. Bilmayman, bilmayman. Ko'raylik qan obuna bo'lganmiz. Mana. Ya obuna bo'lmagan ekanlar. Mukofotlar qo'lda bo'lsin. Mayli, bayramlar yaxshi o'tadi. Siz ham bizga obuna bo'lib qo'ying va keyingi ishtirokchi siz bo'lishingiz mumkin.